Selamünaleyküm qadrli dostlar, qadrli yurttaşlar. Bugungi sotib chiqqan kvartiramiz Urganch shahrimizda Vodnikda 1-qavatda 50 kvadrat metr bo'lgan 2 xona korobka holatdagi kvartira bilan tanishib o'tamiz. Место положения ham zo'r, tixi mestada. Bu yerda bilasizlar, suv, svet, gazdan umuman muammo yo'q. Transportdan muammo yo'q. Transport 4 marshrut o'tib turibdi. Magazinlar ham bor. Aptekalar deysizmi, hurmatli vatandoshlar? Bog'cha maktablar ko'dim yaqin. Bobur maktabi, Sabr Rahim maktab, Salomat bog'chalari, ham musiqa maktablari ham bor. Mestasi yaxshi, hurmatli vatandoshlar. Narx ham kelishadigan narxini videoning davomida aytib o'tamiz azizlar. Yurib turgan sifosatlar travitin qilingan domimizni. Tayyor dom, dokument ham tayyor xonadonimizda. Do'g'ri oldinsa o'tadan bo'lib turibdi. Qani ketdik. Kvartiramiz bilan tanishib o'tamiz. Podyezdlarimiz ham akkuratlik, oyoq tiklari mramor, devorlar noturniy fon, girish ishlarimiz yarma. Eshiklardan qo'yilgan. Bismillah giramiz, girgandan bu yerda hurmatli vatandoshlar, prixожий zonasi, ya'ni koridor joyi. O'ng tarafimizda zal, bu yerda spalni, oshxona, keyin sanuzel qismi bo'ladi. Birinchi chetdan ko'rsatib, donishtirib boraveramiz. Sanuzelimizni ko'rsatadigan bo'lsak, keyin yuvishxona, hojatxonasi ikkisi bir yerda bo'ladi. Suv sho'chiklar ham qo'yilgan, kanalizatsiya montajlari bo'lgan. Birimiz suvoqdan chiqqan, yo'llarni suvoq qilib berishgan ekan azizlar. Oshxonamiz birimiz, oshxonamiz ham o'rtacha kattalikda. Gaz sho'chiklari bor, sho'chiklarni qo'yaman deb yurmaysizlar. Dokument tayyor, oldinsa o'tadigan. Narxi 290 million so'm. Kelsangizlar ustida kelishib olaverasizlar. Ham birinchi qavat. Hurmatli vatandoshlar, etaj ham zo'r. Birimiz spalni qismi bo'ladi. Aynalar akvaramlaridan. Bu tarafimiz esa zal qismining 3.5 razmerda tushgan aynalari. Bundan akvaramlardan, plastiklardan qo'yilgan. Suv, svet, gazlar bor, gap turtdanmasi, muammosiz ham oldinsa o'tadigan. Azizlar, orientirni yana bir eslatib o'tsak, Urganch shahrimizda Vodnikda Mandarin kafesine yaqin yerda joylashgan yangi qurilgan 5 qavatli binoning 1-qavatida 50 kvadrat metrli 2 xona korobka holatdagi kvartiramiz bilan tanishib o'tdik. Narxi 290 million, kelishadigan yeri bor. Dokument ham tayyor. Qiziqqanlar telefon qilaversa, ekranlarda nomerlarimizni qoldiramiz. Ustida kelishadigan yeri bor. Kanalimizga yangilar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin azizlar. Sizlar e'tiborlaringizni ajoyib joylarga havola qilib boraveramiz. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Hammaga sog'lik va omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.